Salomat bo'ling. Qani kelib o'tiringchi. Rahmat. Biz yana kelgan yangi mehmonlarimiz bor. O'shalarni ham taklif qilamiz. Qibray tumanidan, Baytqo'rg'on qishlog'idan Toyir aka kelganlar. Toyir aka, marhamat. Mirzabe, ko'rganimdan xursandman. Opamisiz? Rahmat. Ishlayaptimi? Qo'lingizni olib qo'yinglar. Rahmat. Oynanib keting. Yaxshi yursizmi? Tuzukmisiz? Rahmat. Tinchmisiz? Ha, Mirzabe? Rahmat. Mirzabe? O. Kelinmi? Mo'ylovingizga qarab gapiring. Kelinmi? Kelinni ammasi. Yo'q-e? Yo'q, qiynalib ketar ekanman. Uni qara gapsan-a? Mayli. Gapiravering. Tuzukmisiz Mirzabe? Yaxshi yursizmi? O'zingiz qalaysiz? Rahmat. Hammani yig'ib qo'yibsiz. Men shularda gapim bor meni. Yaxshi keldinglarmi? Opamizlar. Mana shu hamma yig'ilganidan foydalanib, meni gapim bor. Mana shu 11 dan keyin hamma kelsin, tushundinglarmi? Svetlarni o'chirib, chunki mana burcha qilmalaring. Burchada qit'a qilmalaring. Tushundilaringmi? Jim turing, men gapirib olay gapimni. Chunki mahallaga dog' tushmasin deyman. Dog' deganga esimga tushdi, kecha mahallaga yog' tushdi. O'shanga hamma chiqsin, hamma sotib olish shart. Ana yog'li joydagilar chiqmasin, ularga yog' emas, bet kerak. O'shanga jim turing. Keyin men o'zim mahalla o'zida 620 ta xonadon bor. Ulardan 3 tasi mehr muruvvatga muhtoj oilalar bor. Ular Qilichi bilan, Sarimsoq bilan, Miltiqboyev bilan men oilam. Endi men xohlardimki, mana shu tinchlikda odamlar bo'lsin Mirzabe. Xo'p. Keyin ana soat 6 da osh ertaga. Mutallikida o'zman tanidingizmi Mirzabe? Yaxshilab qarang Mirzabe, yaxshi tanidingizmi? Tanidim. 89-yil o'g'limiz sunnat to'yiga kelgansiz. Voy, rahmat. Bir oy o'tib nikoh to'yiga kelgansiz. Bitishiga to'y qilib o'rganmisizlar? Uy bitishiga to'y qilib o'rganmiz. Siz noto'g'ri tushundingiz. Kichkina sunnat qilib, kattasini uylantirganman Mirzabe. To'g'ri tushundim. Baraka toping. Keyin Mirzabe. Labbay. Ano suvdan 28250 so'm qarzingiz bor. Shuni borib to'lab qo'ying. Artistman deb anaqa qilmang, tushundingizmi? Ha deb turavering. Ha, yashang. Mana shu to'lab qo'ying vaqtida. Xo'p, gapirmani to'g'as. Yordamlashib oling, ha. Bir minut. Alo! Mashaqat endi olganingda qo'yib qo'yadi. Mirzabe? Skotchlab qo'ysangiz bo'lar ekan ustidan. Laminatsiya qiling mana. Salomat bo'ling. Rahmat Mirzabe, sog' bo'ling. Rahmat, keling. Nari o'tib turing. Xo'p. Mirzabe, bevamiz-da. Mana sanitariyaga bevalar bilan tanishtirib qo'ying. Xo'p. Savob bo'ladi Mirzabe. Duo qilaman Mirzabe. Xo'p. O'tiring. Mirzabe, to'xtang, bitta dardim bor meni. Nima? Mirzabe, qara, o'tirdim mana. Men naq qila olmayman. Mana. Oyoqni chalishtirolmayman. Nimaga Mirzabe? Endi bundan buyog'iga yil o'tgan sari ancha ko'p ishlarni qila olmaysiz. Buyog'iga endi duo. Sekin qabristonga ketaveraymi? Men duo, buyog'iga duo. Ana endi yana bir dam oluvchimizni taklif qilamiz.